Assalomu alaykum. Efirda bugun O'zbekistonda dasturi, studiyada Ma'murjon Nafasov. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida bugun qurilish materiallari tarmog'ida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Video selektorda keyingi 10 yilda sohaga 12 milliard dollar investitsiya kiritilgani, 4000 dan ortiq yangi zamonaviy korxonalar ishga tushgani, sement, oyna, bazalt, keramik buyumlar, gazoblok, quruq qorishmalar kabi asosiy turdagi 20 dan ortiq mahsulotlarga bo'lgan ichki talabni to'liq qoplaydigan quvvatlar yaratilgani davlatimiz rahbari tomonidan alohida ta'kidlandi. Qayd etilganidek, umuman yangi uy-joylar va sanoat binolari qurishga kerak bo'ladigan 98% materiallarni o'zimizda ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Buning hisobiga o'tgan davrda sohada ishlab chiqarish hajmi 7 trilliondan 53 trillion so'mga oshdi. Sohadagi eksport o'tgan yili 1,2 milliard dollarni tashkil qildi. Yil boshida aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha katta dastur qabul qilinib, 2040-yilga qadar quriladigan uy-joylar sonini 2 karra oshirib, yiliga 280 mingga yetkazish, Yangi O'zbekiston massivlarini 61 tadan 120 taga ko'paytirish reja qilindi. Toshkent xalqaro investitsiya forumida hamkorlarga yana 27 milliard dollarlik infratuzilma loyihalari taklif qilindi. Mutasaddilarga yirik va mega loyihalarga import va mahalliy mahsulotlarni yetkazib berishda teng sharoitni ta'minlash bo'yicha qaror loyihasini kiritish topshirildi. Hozirda sohadagi 457 ta korxonaning kredit bo'yicha muddati o'tgan qarzdorligi 3,5 trillion so'mga yetgani qayd etildi. Mas'ullarga 457 ta korxonaning har biriga borib, ularni moliyaviy sog'lomlashtirish bo'yicha qisqa muddatli dastur ishlab chiqish, ayni maqsadlar uchun 50 million dollar resurs ajratish topshirildi. Yaqinda hududlarda sayyohlik infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha 2 yillik katta dastur qabul qilindi. Dastur doirasida 34 ta yirik turizm obyekti, 1000 dan ortiq joylashtirish vositasi, xususan 200 ta mehmonxona qurish reja qilingan. Yurtimizda har yili o'rtacha 65 ming yakka tartibdagi uy-joylar qurilmoqda. Yana 200-250 ming xonadon ta'mirlanyapti. Xonadonlarni qurish va ta'mirlashda energiya tejamkor materiallarga o'tish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqib, 19 mingta qurilish korxonasiga ushbu tavsiyalarni yashil ta'mir loyihasi bo'yicha beriladigan imtiyozlar haqidagi ma'lumotlarni qurilish bo'layotgan har bir mahalla, har bir xonadonga yetkazish vazifasi qo'yildi. Markaziy Osiyo davlatlarining o'ziga eksportini qo'shimcha 400 million dollarga oshirish imkoniyati mavjudligi ta'kidlandi. Tarmoq mutasaddilari va xodimlarga qurilish materiallari korxonalari va developerlarni bir-biriga bog'lab, bizga yaqin mintaqalardagi bozorlarga kirib borsa, bu davlatlarda milliy mahsulotlarimiz asosida namunali uy-joylar va noturar obyektlarni qurib ko'rsatsa, qo'shilgan qiymat karrasiga oshishi ko'rsatib o'tildi. Shu bois mas'ullarga Baku, Tbilisi, Moskva, Ostona va Bishkekda 3-4 tadan namunali energiya tejamkor uy modelini qurib, roadshow o'tkazish topshirildi. So'nggi 10 yilda qurilish materiallari tarmog'i korxonalari foydalanadigan shartli yoqilg'i hajmi 2 karra kamaydi. Sohadagi elektr iste'molining 65% to'g'ri keladigan 34 ta yirik korxonada energiya auditi o'tkazilgani hisobiga o'tgan yilning o'zida 240 million kilovat soat elektr tejaldi. Viloyat hokimlariga qurilish materiallari korxonalari texnologik modernizatsiya qilish orqali energiya sarfini kamaytirish bo'yicha katta dasturni boshlash topshirildi. Bunda isitish va quritish pechi, tegirmon va energiya sarfi yuqori boshqa uskunalarni energiya tejamkorga almashtirgan korxonalarga so'mdagi kreditning 7%, xorijiy valyutada bo'lsa 4% kompensatsiya qilib beriladi. Bu yil yana 38 ta yirik korxonada energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilib, 400 million kilovat soat elektrni iqtisod qilish zarurligi qayd etildi. Mutasaddilarga alohida dastur tasdiqlab, yil yakunigacha past quvvatda ishlayotgan kamida 50 ta qurilish materiallari korxonalariga investor olib kelish, mahalliy va xorijiy sertifikati bor qurilish materiallarining elektron platformasini ishga tushirish, viloyat hokimlari bilan birga shu yil yana kamida 50 ta qurilish materiallari korxonasiga xalqaro sifat sertifikatini olishda ko'maklash
tashish topshirildi. Umuman bugungi yig'ilishda aytilgan imkoniyat va vazifalar hisobidan joriy yilda qurilish materiallari sohasida 11 milliard dollarlik 900 dan ziyod yangi loyihalarni boshlash, 3 milliard 200 million dollarlik 622 ta loyihani ishga tushirib, 21 ming yangi ish o'rni yaratish, ishlab chiqarish hajmini 65 trillion so'mdan oshirish, 7,5 trillion so'mlik yangi mahsulotlarni mahalliylashtirish, eksportni 1,5 milliard dollarga yetkazish muhim ekani qayd etildi. Yig'ilish davomida mutasaddilarning hisobotlari, qurilish materiallari korxonalari vakillarining taklif va tashabbuslari tinglandi. Saida Mirziyoyeva Andijon viloyati rahbariyati va tuman hokimlari ishtirokida ishchi yig'ilishi o'tkazdi. Unda respublika, viloyat, tuman va mahalla darajasidagi dolzarb masalalarni hal etishda barcha bo'g'inlar o'rtasidagi hamjihatlik muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlandi. Shuningdek, qarorlarni tezkor qabul qilish, ularning ijro muddatlari va mas'ullarni aniq belgilash zarurligi qayd etildi. Yig'ilishda muhokama qilingan asosiy masalalardan biri 1980-yillarda qurilgan magistral suv tarmog'ini yangilash bo'ldi. Qayd etilishicha, mazkur inshoot ko'plab xonadonlar, mahallalar va tashkilotlarning suv ta'minoti uchun muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan magistral suv tarmog'ini rekonstruksiya qilish ishlarini kechiktirmasdan boshlash zarurligi ta'kidlandi. Loyihaning amalga oshirilishi aholini barqaror va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlashga xizmat qilishi kutilmoqda. Toshkent shahrida O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasining 7-konferensiyasi bo'lib o'tdi. Unda uyushmaning 2021-2025-yillardagi faoliyati sarhisob qilinib, erishilgan natijalar, amalga oshirilgan loyihalar va istiqboldagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Uyushma taftish komissiyasining hisoboti tinglandi. Konferensiyada O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi boshqaruvi a'zolari taftish komissiyasining yangi tarkibi saylandi. Uyushma ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, uyushmaning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Shuningdek, konferensiya ishida 2026-2030 yillarda O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasini yangilash konsepsiyasi muhokama qilindi va tasdiqlandi. Mazkur konsepsiya jurnalistlarning kasbiy manfaatlarini himoya qilish, soha vakillarini qo'llab-quvvatlash, zamonaviy media muhitda jurnalistikaning nufuzini oshirish va uyushma faoliyatini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Tadbir doirasida mamlakat media makonidagi dolzarb masalalar, sohada olib borilayotgan islohotlar, Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ijodkorlar faoliyati uchun yaratilayotgan imkoniyatlar hamda ommaviy axborot vositalarining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni yuzasidan fikr almashildi. Konferensiyada tashkiliy masalalar ko'rib chiqildi. Shuhrat Oripov O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi boshqaruvi raisi etib saylandi. Delegatlar Dilshod Bo'riyev va Shahribonu Imomovani uyushma raisining o'rinbosarlari etib tasdiqladi. Giyohvandlik vositalari bilan bog'liq holatlar aniqlandi. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ichki ishlar va bojxona organlari bilan hamkorlikda bir nechta tezkor tadbirlar o'tkazildi. Xususan, Qarshi-Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Cobalt rusumli avtomashina yo'l-patrul xizmati maskanida to'xtatilib tekshirilganda, unda Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida yashovchi 1966-yilda tug'ilgan fuqaro yo'lovchi sifatida ketayotganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur shaxsga tegishli qo'l sumkasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, uning ichida sariq rangli skotch bilan o'ralgan 5 dona bo'lakda jami 5 kilogramm 32 gramm gashish moddasi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Boshqa holatda esa Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida istiqomat qiluvchi 1974-yilda tug'ilgan shaxs o'zining yashash xonadoni tomorqasida 33 to'p kannabis o'simligini yetishtirayotganligi fosh etildi. Shuningdek, ushbu manzildan 7 kilogramm 79 gramm marixuana giyohvandlik vositasi ham olindi. Bu kabi holat Farg'ona viloyatida ham qayd etilib, Andijon Qo'qon yo'nalishida harakatlanayotgan Lacetti rusumli avtotransport vositasi Bog'dod tumani hududida to'xtatildi. Avtomashina xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, unda yo'lovchi sifatida ketayotgan Qo'qon shahrida yashovchi
2001-yilda tug'ilgan va 1982-yilda tug'ilgan fuqarolarga tegishli qoplar ichida 1200 dona tropikamet kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi borligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, aynan shu vaqtda Spark rusumli avtomashinada ular bilan ketma-ket harakatlanayotgan sherigi 1986-yilda tug'ilgan shaxs ham qo'lga olindi. Bundan tashqari tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu noqonuniy ishga aloqador bo'lgan 1998-yilda tug'ilgan va 1980-yilda tug'ilgan 2 nafar fuqaro ham ushlandi hamda ulardan jami 345 dona tropikamet va 15 dona rigapen dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olindi. Aniqlanishicha, mazkur shaxslar Qirg'iz Respublikasidan aylanma yo'llar orqali kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini olib kelib, sotish bilan shug'ullanishgan. Hozirda uchala holat bo'yicha qonunbuzarlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilishi holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi. Siz bugun O'zbekistonda dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatib boring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.